Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 27-iyun kunida endi har joyda chiqib yotgan piyongullarimizni yeri bo'shatish maqsadida bizlar piyongullarimizni ko'chirdik. Bu piyongullarni 15-avgustdan keyin ko'chirish ishlarini amalga oshirish kerak. Mana azizlar ko'rib turibsizlar. Sog'lom piyongullarda mana shunaqa oq ildizchalar, ya'ni kichkina ildizchalar chiqadi. Keyin mana bunaqa oq yangi oziq oluvchi ildizchalar bo'lishi kerak har biridan. Mana bu eski o'zini ildizi mana shundan ko'payib mana shunaqa darajaga kelgan. Mana bitta ildizda mana hozir ko'ryapsizlar, keyingi yilga chiqadigan 4 ta, 6 ta, mana 7 ta kurtakcha chiqqan mana. Azizlar, bu ko'chatlar mana shu 2 yil oldin kovlab olgan piyongullarimizda qolgan, ya'ni kaltakchalardan chiqqan ko'chatlar hisoblanadi bu. Bu ko'chatlarni ham margansovkaga solib, keyin ekish ishlarini amalga oshirish kerak. Mana piyongullari ildizi mana shunaqa tartibda bo'ladi. Hozir mana iyunni 27-sanasi. Mana shu oq ildizchalar chiqish kerak piyongullarda. Mana shunda bu piyongullar mana bularda ham bor. Rivojlanishi, o'sishi yaxshi bo'ladi. Bugun endi bizlar mana shu har joyda yotgan piyongullarimizni kovlayotdik. Bitta joyga ekish maqsadida hozir yerni bo'shatyotdik. Shuning uchun kovladik. Kuni kecha 27-iyun 2025-yil kunida mana tayoqchalardan chiqqan piyongullarimizni, ko'chatlarni ko'chirib ekdik. Kovlab, yaxshilab margansovkaga soldik. Hamda ekib mana kuni kecha ozgina suv qo'yib qo'ygandik. Sekin zaxlatdik mana. Inshaalloh bir 20 tupga yaqin piyongul ko'chatlarni ekdik. Bu piyongul ko'chatlari har joyda chiqqanida shularni olib bir joyga jamlab, mana bu yerdan ham ko'rinishi. Asosan mana shu o'tgan yilgi piyongullarimiz yoniga ekib qo'ydik. Bu piyongullar endi sal sarg'ayishi yoki qurishi ham mumkin, lekin hech qurib yovib ketmaydi. Bundan xavotir olmaymiz. Inshaalloh kelasi yilga yana chiqib, o'sib rivojlanaveradi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.